chegara qo'shinlari doim shu tinchlik paytida ham jangovar tayyor bo'lib turishlari kerak. Ayniqsa mana hozir dunyoda ko'rib turibmiz, hazilakam ishlar bo'lmayapti. Bunaqa paytlarda yanada hushyor, yanada tayyor bo'lib turish kerak. Tinchlikni xohlasang, urushga tayyor bo'lgin degan gap bor. Shunga o'xshab chegara qo'shinlarimiz, chegaradagi o'sha zobitlarimiz va askarlarimiz doim tayyor, doim har tomonlama o'zlarining bilimlari bilan ham, o'zlarining jismoniy tayyorgarliklari bilan tayyor bo'lib turishlari kerak. To'g'risini aytsam, men mana shu chegara qo'shinlarida xizmat qiladigan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bizani xalqimizni tinchligi, xotirjam uxlashi bu albatta shu chegara qo'shinlarimizga bog'liq. Ular sog' bo'lib, har tomonlama tayyor bo'lib turishlari bizani tinch uxlashimizni ta'minlaydi. Bir necha yildan beri chegara qo'shinlari bilan birgalikda ijodiy faoliyat olib boramiz. Ya'ni o'sha roliklar chiqariladi, har xil. Men o'sha matnlarni o'qiyman. To'g'risini aytsam, juda bir ham qiziqib, ham bir qanaqadir mas'uliyat bilan kirishaman bu ishlarga, chunki juda kerakli masalalar yerda ko'tariladi. O'sha yoshlarimizni o'sha harbiy xizmatga misol uchun chorlash, qiziqtirish harbiylikka va men o'ylaymanki bu narsalar juda kerak. Har bir erkak kishi harbiy xizmatni o'tash kerak. Men o'zim harbiy xizmatda bo'lganman. Bu narsani kerakligini o'shani o'zida, o'sha paytda o'zida bilganman. Erkak kishi ayniqsa har tomonlama shunday bir mukammallikka intilish kerakki, kerak bo'lsa o'zini oilasini, uyini, vatanini har xil tashqi dushmanlardan himoya qila oladigan. Bu degani har tomonlama o'sha nazariy jihatdan, bilim jihatdan, jismoniy jihatdan har tomonlama bir yetuklikka doim intilish kerak. Hozir bir narsani eshitib juda xursand bo'ldim. Chegara qo'shinlariga muddatli harbiy xizmatga yoshlarimiz, yigitlarimiz safarbar qilinibdi. Bu quvonchli, haqiqiy bir nima deydi, erkaklik sinovlaridan bir o'tib, tayyorgarlikni ko'rib, haqiqiy bir o'g'lon bo'lib qaytib kelishadi armiyadan. Harbiy xizmatga ketgan bolani ota-onalari bemalol xohlagan paytda uyidan video tasvirlar orqali erta ahvol qanaqa ko'rib turish imkoniyatiga ega ekan. Shunaqa sharoitlarni yaratib qo'yishibdi. Ya'ni ota-ona anta xizmat qilayotgan bolasidan faqat xavotir olish, xuddi o'zi uyida yurgandek bu ko'rib turar ekan. Mana shunday sharoitlar yaratib qo'yilgan paytda endi albatta har bir o'g'lon o'zini erkak kishi deb o'ylagan odam xizmatlarni ham qilib, o'zini vatanini doim himoya qilishga tayyor bo'lib turish kerak deb o'ylayman. Ilgari misol uchun armiyaga bormagan, harbiy xizmatga bormagan bolalarga odamlar qizini bermasdi. U bekorga bo'lmagan. Shuning uchun men hozir yoshlarimizga bir yilni bekorga o'tkazmasdan mana shu sinov muddatini, o'quv muddatini mas'uliyat bilan yondashib, chin dildan bir xizmat qilib, kelajakda bizni ishonchli vatan himoyachilariga aylanib, oilalariga qaytishlarini tilab qolaman.